Keling, birgalikda tibbiy madaniyatimizni oshiramiz. Doktor, maza yo'q. Qon bosimi yana oshyapti. Qanday dorilar ichyapsiz? Kim biladi? Ertalab 2 oq tabletka, kechqurun bitta qizil tabletka bilan bitta kapsula beradi. Ichiveraman. O'zingizni omi odamdek tutyapsiz. Ichayotgan dorilaringiz nomini aniq bilib oling. Chunki shifokor dorilaringizni to'g'ri o'zgartirib berishi uchun hozir ichayotgan va ta'sir qilmayotgan dorilarning nomi va dozasini aniq bilishi kerak. Agar dorilar nomi yodingizda qolmasa, ularni bir qog'ozga yozib oling yoki telefonga rasmga olib keling. Hech bo'lmaganda dorilarni o'zini olib kelsangiz ham bo'ladi. Qanday dorilar ichyapsiz? Hozirgi qanaqa dori ichmayapman. Siz yozib bergan dorilarni bir oy ichdim. Davinam normaga tushdi. Keyin to'xtatdim. Axir bu g'alati-ku. Eng ko'p uchraydigan xato shu. Bir narsani tushunishingiz kerak. Qon bosim oshishi bu shamollash emaski, 10 kun dori ichib mutlaqo tuzalib ketsa. Gipertoniya kasalligi bu surunkali xastalik bo'lib, muntazam qon bosimini nazorat qilib turishni talab qiladi. Uning 2, 3 bosqichlarida esa buni dorisiz amalga oshirishning iloji yo'q. Agar bu haqida batafsil videorolik qilishimizni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Qanday dorilar ichyapsiz? Ertalab yanab, kechqurun Valsakol. Afsus. Qon bosimga qarshi dorilar ichayotganda ularning o'zaro ta'sirini hisobga olishimiz kerak. Misol uchun, oxiri pril bilan tuguvchi dorilar, ya'ni enalapril, perindapril, lisinapril kabi dorilarni oxiri sartan bilan tuguvchi lazartan, valsartan, telmisartan, kandisartan kabi dorilar bilan bir kunda ichish mumkin emas. Bilib-bilmay dorilarni aralashtirib ichish buyrak va jigarni o'tkazib qo'yadi. Nima dorilar ichyapsiz? Larista. Har kunimi? Aytavering, jahlim chiqmaydi. Yo'q. Faqat qon bosimim oshgan paytda. Yana qaytarib aytaman. Qon bosim kasalligi davolanadigan emas, balki nazorat qilinadigan kasallikdir. Shuning uchun yozib berilgan dorilarni muntazam ichib yurish kerak. Yaqin kelajakda yilda 2 marta ukol olib, qon bosimini normada ushlab turadigan dori ham chiqadi. Lekin u ham dori ichib yurganlarda tadqiqot qilinmayapti. Juda zo'r maslahat. Bu haqida video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.